Vash trekkinikini olib qoluvdik. Akalar, mashinada tortib kelishgan Sharxonda. Mashinada problema bo'layotgandi. Portion qo'lsa qilib qo'yamiz deydik. Hozir gilza ham shilinadigan bo'lyapti. Hozir gilzasini ko'rsataman, nima ahvol bo'lganini. Bo'ldash chiziq ko'rinyapti. Ikkinchi portionda problema bo'lgan, qaranglar. Endi bu chiziq ham juda strashniy bir qo'lga ilinadigan holat yo'q. Gilzani bu pastki qismida varanka simon bo'lib qolgan, o'zgarish bo'lgan gilzani ichida. Mana. Endi shuni hisobiga gilza qoqiladida standart razmerga shilaveramiz. Bo'ldi-ku. Kecha egalariga kelganda aytuvdik, aka, xudo xolasa gilzani shilishga hojat yo'q. Portion bilan qo'lsa qilib qo'ysa ish bitadi deyuvdik. Gilzachi akalarimiz o'lcha buni qilib yuboradigan bo'ldi. Xudo xolasa go'zal chiqadi akalar.